Ogohlantiruvchi ishoralar. Avariya holatlarining oldini olish maqsadida, shuningdek, harakat yo'nalishini o'zgartirishda qo'llaniladigan ishoralar. Qatnov qismi chetidan yo'l yoqasidan harakatlanishni boshlash, to'xtash yoki harakatlanish yo'nalishini o'zgartirish to'g'risida ogohlantiruvchi ishoralar berish xavfsiz harakatlanish uchun g'oyat zarur. Chunki ishoralar yo'l harakati qatnashchilarini haydovchining keyingi xatti-harakatlari to'g'risida ogohlantiradi. Ushbu ishoralar ayniqsa orqadan shu yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari uchun juda ahamiyatli. Chunki ishoralarga qarab oldindagi transport vositasining yo'nalishi aniqlanadi. Aks holda oldindan ogohlantiruvchi ishora bermay harakatlanish, yo'nalishini to'satdan o'zgartirish falokatli vaziyat yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Manyovr qilishdan oldin yaqin orada boshqa transport vositalari bor yo'qligidan qat'iy nazar faqat yo'llardagina emas, balki hovlilarda va berk hududlarda ham ogohlantiruvchi ishoralar berilishi shart. Transport vositasining tuzilishiga ko'ra, unda yorug'lik burilish ko'rsatkichlari bo'lishi ko'zda tutilmagan bo'lsa yoki ushbu tizim nosoz bo'lsa, qo'l bilan ishora berish talab etiladi. Bunday holda haydovchi qaysi qo'l bilan ishora berish zarurligini o'zi tanlaydi. Yorug'lik to'xtash ishora yordamida haydovchi o'z transportining tezligini pasaytirganligi haqida orqasidan kelayotgan boshqa transport vositalari haydovchilarini ogohlantiradi. To'xtash ishora nosoz bo'lsa, haydovchi tormozlash ishorasini chap yoki o'ng qo'l bilan beradi. Ogohlantiruvchi ishoralarni o'ng qo'l bilan ko'rsatish rul boshqaruvi o'ng tomonda joylashgan transport vositalarining haydovchilari tomonidan beriladi.